Takedown bormi, yo'qmi? Yo'q, oyog'ini chiqarib olmoqchi. Mana takedown. Yuqori amplitudada. O'zimni eshitmay qolyapman arenadan. Va zarbalar yog'dusi katta boshlandi. To'xtovsiz Zotila Sharipov referi mount holatidan to'xtamayapti. Zarbalar yo'llashda davom etmoqda. Kuchli zarbalar katta va bo'ldi. Jang yakuniga yetdi. В этом поединке зафиксирован TKO. Победу техническим нокаутом одержал Kokov Farg'ona O'zbekiston Humayun Bors To'xtamurodov. Humayun To'xtamurodov g'alaba. Takrorlab qana ko'rasiz, qisqa tanaffus ekrandan aslo do'stlar uzoqlashmang. Main event va co-main event oldinda hali.